Yana nihoyat sotuvdagi akkumulyatorlardan biri yana geldi. Jalaba bilan. Nima bo'ldi bunga? Zaryad amidi ahvolda. Necha volt bu? 60 volt 60 amper. Yana xarakteristikasi 60 volt 60 amper degan. Shu ham hammaning og'zida shu 5 million atrof sotilib turgan akkumulyator bu, ha? 5 million atrofi. Yana ochib hozir analiz etamiz. Yaxshi oldu bu mesela. Açıp eksperiment etamiz, hozir nima gap so'zligini tekshiramiz. Tak, açtık. Bu 72 voltlu akkumulyator ekan. 72 volt ekan, yana o'rtoqlar bu ham shu paketga o'ralgan. Ichida nima bor, xudo biladi endi. Shunday akkumulyator. Jalaba BMS'dan tok o'tmindiribdi. Endi hozir buni ichki voltlarni tekshiramiz bir qator. BMS'ni oyoqlarini bir qator voltlarini ko'ramiz. 335 keyingi 335 keyingi 335 keyin bu ham shu bam o'taver. Eğer voltlar hammasi normalniy bo'lsa, значит gap BMS'da bo'ladi. Ana arzon BMS'dan xolishi bo'ladi. Bir ham показаниялар. Давай дальше. Bam shu o'taver. Endi birovlar uchun bu katta bir kallorik ishning deyiladi, lekin oddiy narsa bu. Yo'q, bunday qarang. Sabab bu akkumulyatorni BMS kontrol qilmasa, bu akkumulyatorlar bir kun ham ishlamaydi. O'taver, dальше нормальный. 335 yaxshi. 335. Yaxshi hammasi, ha? Bo'ldi, gap BMSda. Bo'ldi, nosini ko'rasan. 67 volt. Endi BMSdan chiqqan tok hech o'zi yo'q, ha? Gap endi skelet BMSda. Adam yok, familiyasi ham yo'q, chiqqan yeri ham ma'lum yo'q. Durun aka. No. İşte kere. Şöyle skala tuttu amca. Gap BMSda. Yana bunda durgan BMS ustani boshqasidan yechib kelgani bor ekan. Bu yerda alyuminni yechibdi, alyumin turibdi deydi. Yana ko'rib turibsizlar, termousatga, rezinka, bu yerda MOSFETlar alyumin issiqligini tarqatib turadi. Yana shunday BMS hech qanday ma'lumot yo'q. BMS to'g'risida QR kod vaqtincha narsa. Bunda badan nima bu? Shunday BMS ekan bu yana. Так что gap BMSda o'tiribdi hozir. Yana hozir hammasi joyina qaytib taqildi. Hech narsa qo'shmadi. Значит, BMS konchirni. Endi bu tip akkumulyatorlar sotuvda hamma yerda, elektromoraviy sotadigan magazinlarda hammasida bor bu akkumulyatorlar. Menga ko'pchilik vodiy tarafdan telefon bo'ldi. Shunaqa elektromoraviy olmoqchi bo'lgan payti xolasa shunaqa akkumulyator, xolasa buni o'rniga 6 ta akkumulyator qo'yib berishni sotuvchilar tomonidan taklif qilingan. Menga telefon qilib 2 ta 3 tasi aytdilarki, qay birini olsam ekan? Menga shunaqa deyapti bular degan paytda men ikki qo'limni ko'targanman. Men nima deb bo'laman? Litin ol desam, mana shunaqa ahvol bo'lib qolsa. Gelin ol desam, 1 yildan keyin meni so'ksa. Shuning uchun men bu temaga aralashmayman. Sizlarga mana fakt video ko'rsatyapman. Menga bir случайно yana bittasi keldi. Endi buni video oldim. Sababi buni olib kelgan odam o'zimizni rayonda turadigan shu elektromuraviylarni taxlidigan ustani o'zi olib keldi. Sababi bunaqa akkumulyatorlar juda ko'p deydi. Mana ko'rdinglar, qo'lida ikkinchi BMS bilan kelgan. Akkumulyatorlarni narigilarni ichida 4 ta 5 tasi korobka berib yotibdi, tugagan deydi. Biza bu
akkumulyatorlarni 20 banka bo'lishiga qaraganda 335 volt berib tursa-da, litiy ionligini bildik. Sababi litiy-ion 60 volt 72 volt ekan bu. 72 voltda yurish uchun 20 ta bankadan yig'iladi litiy-ion. Litiy jelezofosfat bo'lsa 24 bankadan yig'ilardi. Shuning uchun bu 72 voltlik akkumulyator ekan. Men boshida adashib 60 debman. Mana etiketkasiga qaranglar, 72 volt yozilgan. Demak, bunday. Bu akkumulyatorlari mana ko'rsatkichi bir xil, to'g'ri, gap yo'q. BMSni alishtirib bersak, men ustaga tushuntirdim. Hozir unga zo'r smart BMS, ichida aktiv balansi bor BMS qo'yib, uni $100 pulini olgan bilan bu odam, bu xaridor egasi ertaga mana shu yacheykalarni birsi-yarmi gap topadi. Aniq u. Sabab ularning ichki qarshiligi katta. Uni men tekshirib ko'rganman. Ana ustani aytganidek 4 ta 5 ta banka korotki berib yotibdi dedi. Ochib ko'rgan. Ertaga bu olgan xaridor qaytib kelib, sizlar qo'yib bergan apparat ishlamadi, ana o'chib qoldi deb keladi. Shuning uchun bu narsalar remont qilish ne stoyet, bilinglar, remont qilishga arzimaydi. Shuning uchun bunaqangi akkumulyatorlar kelsa, BMS ham yangi qo'yiladi, ichidagi yacheykalari ham yangi qilib terib beriladi. Bir yutgan yeri temir mana shu qutining ichiga joylab qilib beriladi. Atak biz bunaqa qutisiz kardon qog'oz qutining ichiga yig'ib, ana odamlarga anchasiga tarqatganmiz. Mana kommentariyada meni burganlar yozsin, yozganlar ham bor, men meni buribman desin. Shu deganda bu akkumulyatorlar puliga yarasha o'rtoqlar. Biznikida 2 barobar narx arzon. No, puliga yarasha xalq talab narsa bular kelib turgani. Ana xulosa qilinglar. Menda 4 ta 5 ta голосовой запись ovozlar bor. Endi buni tashab bermayman. Sababi eshitganlar, men bilan gapirishganlar bir xafa bo'lishi mumkin. Men ovozimni qo'yibsan YouTube'ga degan gaplar bo'lishi mumkin. Hatto mana shu akkumulyatorlarni sotib turgan sotuvchi ham menga qo'ng'iroq qilgan ovozlari bor. Ularni ham tashamayman. Aytayaptiki 5 ta sotayapman, 2 tasi biroq chiqdi. Ochib qarasam bir banka 0 bo'lib yotibdi degan gaplarni eshitganman. Shuning uchun ana mendan aytish, sizlardan xulosa chiqarish, meni niyatim yomonlashmas yoki mendagi akkumulyatorni men maqtab turganim yo'q. Menikini men sizlarga daqazat qilib beraman yangiligini. Ana u yog'iga hujjat bo'yicha o'zingiz xulosa qilasizlar, ili tushunmasanglar tushuntirib beraman hujjatni o'qib. Ana shunaqa analiz. Endi oldin mana aytib o'tdim. Muraviyni sotib turgan magazinchi, xohlasang 5 ta, 6 ta geliy qo'yib beraman, 6 ta. Xohlasang mana bundan qo'yib beraman degan taklifini o'zini bir ozmoz o'ylab qaranglar. Nimaga bunaqa deyapti? Litiy akkumulyator agar zo'r, haqiqatan ham yangi, haqiqatan miyalari ham zo'r bo'lsa, nimaga u geliy bilan narxi bir xil narxda sotilyapti? Ili xohlasang buni qo'yib beraman deyapti. Nimaga? Ana shu savolga javob beringlarchi. Так что har kim o'zi xulosa qilsin. Arzon narsa ili besplatniy narsa qopqonda bo'ladi o'rtoqlar. Hayot shunaqa. Sotuvchilar kori sotish, ular shu orqasidan kun ko'radi. Tuzatuvchilar tuzatish, shuni orqasidan kun ko'radi. Bizani maqsadimiz o'qitish xalqni. Ili molimiz sotilmay qolgan molimiz yo'q. Menda unaqa o'pitim molam yo'q. O'zi bitta 2 ta komplekt oldiraman. Uni tushungan bilganlar mendan xarid qilyapti. U narxini ham ular bilan gapirishib bo'lgandan keyin chiqadi. U men YouTube'da narx aytib baho aytadigan odam emasman. Xafa bo'lib gapirib turganlar bor. Narxini aytmasang nima qilasan? Unaqa bunaqa. Ey o'rtoqlar, men bozorchi emasman, narx aytmayman. Qayerga borsalaring boringlar. Unaqa qiyshiq gapiradiganlar udalit qilaman, yana aytaman. Narx so'raganni udalit qilib tashimang kommentariyadan, kerak emas. Menga tushunadigan 1000 ta odamdan 2 tasi yetadi. Tushuntirib bildimmi? 1000 ta odamdan 2 tasi yetadi. Menga kerak emas odamlar soni. Menga tushungan bilganlar men bilan do'st bo'ladi. Tushunmaganlar katta ko'cha. Так что xafa bo'lmanglar.
Men xarakterim shunaqa, dangal gapiraman, dangal aytaman. Men sizlarga bir ko'zingizni ochish uchun ko'rsatib beryapman. Gapimga quloq solmanglar deb necha aytdim oldingi videoda. Sizlar apparatlarga qaranglar, testerlarga qaranglar. Xulosani shu bilan chiqaringlar. Meni gapimga qaramanglar, o'pishim. Birovlar aytadi, aldayapsan. Unaqa emas. Men aldayotganim yo'q. Testerlarga qaranglar, instrumentlarga qaranglar. Instrument aldamaydi-yu, ili ko'zingizni men aldamayman, anaqa qilmayman-u, nima deydi? Screenshot tip atav aldab ko'rsatmayman-u. Bor narsani boricha ko'rsatib turibman. O'shanga qarab, xulosa qilinglar o'rtoqlar. Oz-moz tushuninglar. Niyatim sizlarni tushuntirish. Men mol sotish emas niyatim. Reklama ham qilib turganim yo'q. Yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas, akalar, bilinglar. Maqsadim olomonga tushuntirish. Nimalar olyapsizlar? Nimalar qo'yish kerak? Qanday qilish kerak? Qanday tekshirish kerak? Ana shularga e'tibor qilinglar. Men reklama qilib aytib turibman-ku. YouTube'dagidek men 15 yil, 20 yil bo'ldi ishlayman emas. Bu narsalar kelganiga 3 yil bo'ldi bizga. Men 5 yil bo'ldi ishlayman bu narsa akkumulyator bilan. Boshimdan o'tgan. Sizlarga o'xshab boshida arzonini olganman, o'rtachasini olganman, qimmatini olganman. Hammasidan xulosa chiqarib oxiri shu kunda shug'ullanib turgan narsamni sizlarga yaqqol ko'rsatib turibman. Agar shu ko'rsatganim ham xato bo'lsa, yozib yuboringlar kompyuterda. Men yig'ishtirib tashlayman bu temani. Boshqa temaga o'taman. Endi dolzarb masala, qishloq chekkalarni mana shu muravichilar egallab olgan. O'zi puli yo'q, pulini boriga kredit qilib muraviy olib minyapti, lekin mana bu akkumulyatorlar hisobiga qonuniy ichish shart emas-u. Shuning uchun men ochiqlik ko'rsatib turibman. To'g'ri tushunarsizlar degan umiddaman. Kommentariyada ham o'ylanib yozinglar. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Lekin menga tegaja anaqa gaplar bilan jig'imga tegmanglar. Men jig'imga tegmaydi ham, po'figu. Udalit qilib tashlayman, ko'r bo'lsin, uchib ketadi. Kerak bo'lsa, meni kanalimga kirmaydigan qilib blok qilaman bu yog'iga. Narx so'raydiganlar. Men sotuvchi emasman. Qiziqsalaring, iltimos qilsalaring men yig'ib beraman. Bo'lmasa kerak emas menga. Tushunmagan odamlarga narsa sotib bo'lmaydi. Sababi ichida gumoni bor odam hech qachon anaqa qilmaydi. Gumoni bor odamdan natija chiqmaydi. Xudo yo'lini bermaydi unaqa odamni. Shuning uchun har narsani texnika, glavniy Hazrat Davud film qo'llasin birinchi navbatda. Texnika masalasida bu odamni jonidan qadrlamas, odamni ko'nglidan qadrli narsa emas bu texnikalar. O'rtoqlar, bilib olinglar. Texnika bu. O'ynab kulib olsanglar, yaxshi niyat qilsanglar, texnika ham shuni yaxshi ko'radi. Ishonaveringlar, meni praktikamda o'tib ketgan. Kerak bo'lsa Xudo yo'lingni ham ochib berar ekan. Hayotda bo'lgan bu narsa. Так что har kim o'zi xulosa qilsin. Mana sizlarga video, endi o'ylashinglar mumkin, mingtadan bitta chiqqandir, shuni ko'rsatyapti. Unaqa emas, o'rtoqlar, menda nechasi kelgan buni. Bir mana bu usta olib kelgani uchun ochiq video qildim, ruxsatini oldim. Men olib kelganing video qilaman. Xalqqa tarqataman degan. Bos degan. O'sha yerda o'tiribdi o'zi ham. Ana qo'lida bu mesni ochilganini olib kelgan. Shuning uchun bu usta ham tushunib oldi. Bunaqa akkumulyatorlar bilan aloqa qilish shart emasligini. Buni unisini qo'ysang ertaga unisi ketadi, bitta bankani aralashtirsang keyin bunisi ketadi. U ish emas. Uje bu akkumulyatorlar narxiga yarasha shunaqa. Rost yangilash kerakmi? Ichidagini olib tashlab qaytadan terish kerak hammasini. Miyalarni ham, boshqalarini ham joyiga qo'yib, yangidan terish kerak bu qutining ichiga. Ana tushuntira olgan bo'lsam, xursandman. Ana yaxshilikda kunlarda uchrashguncha salomat bo'lamiz. Mana elektroskuter 32 amperli litiy qo'yganimiz zaryadga qo'yib yuborildi oldin. Endi egasini gapiga qaraganda soat 12 soat zaryad olganga olibdi. Mana 575 kilometr ko'rsatib turibdi. Shu oxirgi pokazaniyasi 12 soat atrofi zaryad olgan. Mana shunaqa gap. Bu sizlarni bilib qo'ysin dedim.